Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Soat 8:56 daqiqa o'tdi. Kecha afsuski zakaz bo'lmadi. Ish faoliyati vaqtida oldin to'xtadi. Kaminaning kamtarin ko'z ochish dastlabki ish faoliyatini boshladi. 8:56 daqiqa o'tdi. Birinchi zakazimiz yalang'och dahasiga zakaz, ya'ni bu Safiyadan 89 minglik zakaz karta orqali to'langan. Taxminan bir soatlar atrofida zakaz yetib boradi. Kuzatishda davom eting. Kaminaning kamtarin ko'z ojiz dastlabki ish faoliyatini to'liq boshladi va ish faoliyatini davom ettiradi. Bugun kun davomida soat 9:00 dan 20:00 gacha ish faoliyati davom etadi. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz, chunki taxminan pastda 20 kuncha ish faoliyati to'xtatilganligi uchun qaytishga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Instagram va YouTube kanallariga podpiska, like, komment yozdirishingizni so'rab qolaveram va podpiskani ko'paytiring, hurmatli obunachilar. YouTube'da 1000 ta, Instagramda 10 000 ta obunachi qilsak marraga yetaman, xudo xohlasa. Kuzatishda davom eting.